eng ko'p ko'targan insonga $100 atadik. O'zbekiston bo'yicha barcha sportsmenlarga viza. Assalomu alaykum barcha O'zbekiston xalqi. Mana 50 kilogramm gantel ko'rsating. Shu gantelni kim ko'p ko'tarsa, shu O'zbekiston bo'yicha eng kuchli boyna polvonga $100 pul mukofoti bor. Bu bilan maqsad qaysi viloyatda eng kuchli polvon chiqar ekan, shuni ko'rish maqsad, shuni bilish. Polvonlarga tashab qo'yamiz. Mana 50 kilogramm. Xohlagan o'ng qo'lda, xohlagan chap qo'lda ko'tarish mumkin. Faqat ko'tarish jarayonida faqat bir qo'lda ko'tariladi, ikkinchi qo'l yordam qilmaydi, siltab ko'tarish mumkin. O'zbekiston bo'yicha eng ko'p ko'targan insonga $100 atadik.